Tasavvur qiling, yozning iliq tuni, atrof jimjit. Faqatgina chirildoqlar ovozi eshitiladi. Havo tiniq, osmon to'la yulduz. Bunday sokin va ajoyib tunda biroz sayr qilgingiz keladi. Sekin-sekin qadam tashlab, sayr qilib yuribsiz. Atrof qorong'u bo'lgani uchun ko'p yurmasdan bir joyda o'tirib, atrofni va uzoqda chiroqlar ko'rinib turgan uylarni, osmondagi yulduzlarni tomosha qilasiz. O'y-xayolingiz hayotning kundalik tashvishlaridan biroz orom oladi. Bunday bo'lishiga tunning qora pardasi va aynan shu tunga mos o'ziga xos tinchlik va jimjitlikning shovqini sababchidir. Qancha o'tirganingizni bilmaysiz, yana yo'lga tushasiz. Bir hovli uy yonidan o'tayotganingizda supada yonboshlab olib, yonidagilarga kitob o'qib berayotgan odamni ko'rib qolasiz. Bu biroz noqulay bo'lmasin, o'zingiz bilmagan holda sekin qadamlar bilan devorning soyasiga yaqinlashasiz va tinglay boshlaysiz. Mamat birpasda qiroshib dala yo'liga chiqib oldi. Uzoqda ufq bo'zarib kuz oftobining sovuq mis parkashi ko'rindi. Lekin hali tikkaga kelsa istvoradi. Havoning tozaligidan tutqatorlarga ilinib qolgan mezon tolalardan bilinib turibdi. Mamat bunday ertalarni ko'p ko'rgan. Qirov, soflik, mezon ipagi hamma vaqt kunning barakali bo'lishidan nishona. U bugun ancha yo'l bosishni mo'ljalladi. Qorin to'q, oyoq but, dam olib olgan, belbog'da shukur non bor. Kun yaxshi. Eng muhimi nimanidir yengib o'tganday o'zidan mamnun, ruhi yengil. Endi bu yog'iga ham omad pand bermasa bo'lgani. Omaddan umid uzmaginu, lekin o'zing ham bo'sh kelma deganlar. Bundan buyon qishloqlardan, katta yo'llardan chetlabroq yurish kerak. Odamlar yaxshi-yu, lekin uncha kirishib ketishning xosiyati yo'q hozir. Vaqti kelib Mamat ham ajoyib do'stlar orttirar. Duch kelgan bilan el bo'lib, to'yguncha chaqchaqlashar. Simda uni o'ziga o'xshagan 300 ta och yupun yetim yesir kutib turibdi. Ular Mamatni boshlariga ko'tarishadi. O'zlari bilan birga o'qishga olib qolishadi. Chunki Mamat ularga najot eltayapti. Kuni bilan yolg'iz yo'l yurib, rosa o'y surdi. Qishloqlarga kirmadi. Dala qirda so'qma yo'llardan yurib, xushbo'y bedapoyalarni yoqalab o'tdi. O'tloqlarda yuvosh toychoqlarni yolini siladi. Muzdek buloq suvlariga non botirib yedi. Sarg'aygan tutsorlarda o'tirib, baytavasini qayta o'radi. Nafasini rostladi. Kimsasiz bir chakalakzorda jindek mizg'ib ham oldi. Lekin odamsiz qiyin ekan. Yurib charchamadi-yu, bir og'iz gap qotadigan kimsa bo'lmaganidan siqilib, ruhi toliqib ketdi. Shuning uchun qosh qorayganda uzoqdagi qir etagida miltillab ko'ringan o't yuragini hovliqtirib yubordi. Bu podachi bolalarning gulxani. Mamat buni o'zigagina ma'lum bo'lgan qandaydir belgilardan sezib tanib turibdi. Qirovli maysani qirtishlagan ot gijing bo'ladi, sirti dirkillab turadi, degan aqida bor ishqiboz yurtchilarda. Shuning uchun odatda poda qaytgandan keyin o'smirlar bunaqa joylarda yilqi tushovlab gulxan yoqishadi. Qo'rga dumbul ko'mib, biya suti ichib olib, bo'ridan, qizlardan gap ochishadi. Goho dalada yotib ham qolishadi. Gulxan atrofidagi bunday kechalarning gashtini yaxshi bilgan Mamat o'zini tiya olmay, uzoqdan bo'lsa ham bir ko'ray deb o'sha tomon yurdi. Borsa chindan ham shunday. Gulxan chirsillab yonib yotibdi. Tun qo'ynida tushovlangan otlarning sharpasi eshitiladi. Lekin o'smirlar ikkitagina. Jiddiy yuzlarida gulxan shu'lasi o'ynaydi. Biri cho'kkalagancha gulxan cho'g'ida tikilib o'tiribdi, biri yonboshlab olgan. Biya suti ham yo'q. Gap ham qizlar haqida emas. Mehmon bilan tanishgandan keyin yaqinroqdagi chopib tashlangan kuzgi tomorqadan qizilcha topib kelib, kulga ko'mishdi. Yaxshi bolalar ekan. Yonboshlab yotgani sharpang quloq, yuziga bujama toshgan, xunuk bo'lsa ham esli, og'ir bosiq. Etagi sudralib yurgan eski choponini Mamatga ham yetadigan qilib yoyib soldi. Narigisi juda oriq, yoshi kichikroq bo'lsa ham fe'li tez, bajjahl bola ekan. Mamatning qayoqqa ketayotganini bilib-oq zaharxanda qildi. Poyezdga emish. Poyezdni kuyib ketganini eshitmaganmisan? Yaxshisi orqangga qayt bola. Poyezd emas, stansiya yongan dedi kattasi. Poyezd temirdan bo'ladi. Temir yonarmidi? 3 kecha 3 kunduz yongan, tutuni o'shgacha yetgan deyishadi. Vagon yongan, stansiya yongan, bildingmi? Temir yonmaydi. Poyezdingiz ham temirdan. O'zim ko'rganman. Boraver og'ayni. Nasibing o'sha yerlarga sochilgan bo'lsa, bir balo qilib yetib olasan. Faqat kechasi ko'chada yurma. Jallobodda kechasi yurganlarni tutib olib ketyapti ekan. Nima bospachi bormi?
Bosmachi emas, mastraplar. Ular qanaqa? Hammasi bir go'r, dedi badjahl bola. Bular kazak sallotlar, deb tushuntirdi kattasi. Yaxshi kiyingan, otliq, zdras, pajaliska qiladi. Lekin bolalarni nayzaga solishar ekan. Xoldor xolani qizil askarning onasi deb ko'kragidan kesib ketishibdi. O'lib ketdi sho'rlik. Sen ko'rganmisan, deb so'radi Mamat. Bizning qishloqqa kelishganda qizillar bir tirqiratgan derlarni. Yana kelishayotganmish. Endi nima qilasizlar? Buvim uyda o'tiraveradi, qarib qolgan. Men do'nonim bilan qorning orqasida. Mastraplar gumdon bo'lguncha kunim o'tar. Lekin mana bu ergashga qiyin. Dadasi Qizil gvardiyaga yozilib ketgan. Endi oyisi bilan buni yashirish kerak. Shuning xayolini qilib o'tiribmiz. Sen kelgan tomonlar tinchmi? Tinch. Ergashni oyisi bilan o'sha qo'yib boringlar. Men bir hovlida kundakovlik qildim. O'sha yer Mamat kampirining hovlisini qanday topib borishni uzoq tushuntirdi. Keyin ergashga zimdan qarab qo'ydi. Zarrigulga ko'z olaytirmasmikin-a? Bu mahal kulga ko'milgan qizilcha ham yumshab qolgandi. Ergash pichoq bilan po'stini artib, o'rtadagi chipta qop ustiga tilim-tilim qilib terib qo'ydi. Qip qizarib ketgan barmoqlarini uchini bir-bir yalagach, pichog'ini ham qoqqa artib, qiniga soldi. Bunday ishni birinchi marta qilayotgani yo'q chog'i, uning dehqoncha ustamonligiga havas bilan qarab turgan Mamat qiyiqdan bittani olib, saxiylik bilan ushatdi. Ular bir-birlariga juda yoqqandilar. Jimlikda tamaddi qilishdi. Guli ham biqsib qolgan. Nariroqda otlarning pishqirishi eshitilar. Mamatni vahimali o'ylar bosganidan chala pishgan qizilcha og'zida matramatsasiz tuyular. Ishtahasiz, chaynab xayol surardi. Bolalar qo'ri o'chgan Gulxan atrofiga cho'zilib uyquga ham ketishdi. Mamatga halovat qaytib kelmadi. Bu yigitchalar joyini topar, ikkalasi ham eslikkinaga o'xshaydi. Rejalarni oldindan o'ylab qo'yishibdi. Lekin Mamatning tanlaydigan yo'li yo'q. U orqaga ham qayta olmaydi. Tavakkal qilib, lekin endi 10 bor ehtiyotkorlik bilan oldinga siljisi kerak. Shuning uchun paytavasini Gulxan tafti sal isitib, qayta o'radi-da, etikni tozalab kiyib kechasiga qirovda og'irlashib qolgan xurjunni yana yelkasiga tashlagancha tong qorong'usida asta yo'lga tushdi. Xayr, yaxshi bolalar, rahmat, omadlaring kelsin. Mamat qishloqqa kirmaslik uchun aylana yo'ldan, molpoda so'qmoqlardan yurdi. So'qmoq jo'xori poya bilan jarlik orasidan pastlab borardi. Kuz qorong'ulikka endi o'rganganda uzoqda ufqqa bo'zara boshladi. Mamat arava yo'liga chiqdi. To'piqdan keladigan changni tungi shabnam ham bosolmagandi. To'zon dimoqqa urdi. Ko'p o'tmay olis-olislardagi gujut daraxtlar, yakkam-dukkam chaylalar, qo'rg'onlar qorayib ko'zga tashlandi. Quyosh ko'tarilganda uzoqdagi katta yo'ldan allaqanday otliqlar yo'rtib o'tdi. Mamat ularning izidan ko'tarilgan og'ir chang bulutiga xavotir bilan tikilib qoldi. Qayoqlardandir quyuq isi kelar. Odatda kigiz o'tovga o't tushsa yoki og'ilxona yonsa, shunday hid taralardi. Shubhasiz, oldinda shaharchami yoki katta qishloq bor edi. Uning kim qo'lda ekanligi noma'lum. Aylanib o'tish yo'lini esa yaqinroq borgandagina aniqlash mumkin. Chindan ham quyosh oqqanda Mamat chiqib borgan tepalikdan shaharchaning uzoq-uzoqlarga yoyilib, ufqqa tutashib ketgan chegaralari ko'rindi. Buni aylanib o'tish uchun butunlay boshqa tomonga, hatto avval orqaga qaytish kerak edi. Shaharcha qandaydir yalang'och, dov-daraxtsiz, bir qavatli uylar betartib, siyrak joylashgan, kimsasiz ko'cha-yu maydonlarning esa oftobda changi chiqib yotibdi. Mamat tomorqalar oralab chekka ko'chalardan biriga chiqdi. Mana jimjit, qarovsiz guzar, ikki aka soyasida xazona supurilmagan po'choq so'rilar. Pastda buzuq tegirmon kanorasidan bir ariqqina tiniq suv shildirab oqib yotibdi. Mamatning shu suvdan hovuchlab ichkisi keldi-yu, pastlikka tushib o'tirmadi. Ochiq joydan tezroq o'tib ketish ma'qul edi. Chunki nariroqdagi tosh ko'chadan yana bir otliq o'tib ketdi. Otning tapur-tupuri go'yo butun shaharni buzgandek edi. Tuyoq tovushi tinganda Mamat o'zini devor soyasiga olib, boshqa ko'chaga yurdi. Yuragi bir nimani sezganday vahima bosardi. Jimjitlikning vahimasi yomon bo'ladi. Mamat o'zi ham bilmay sarosmada ko'chadan ko'chaga yugura boshladi. O'zi yolg'izlikdan, jimlikdan qochayotganda-yu, sharpasi esa bir tovush eshitsa, cho'chib orqaga tisarladi. Panaga yashirinadi. O'zingni bos, Mamat. Bu yurishingda oddiy o'tkinchi ham seni ko'rib gumonsirab qolishi mumkin. U o'zini bosa tushib katta ko'chada devor yoqalab borarkan, oldinda qandaydir ovozlar eshitilganday bo'ldi. Qiziq, bu yerda har qanday ovoz qutsiz, sovuq eshitilar, badanni jimirlatardi.
Sal narida ko'ndalang ko'chadan yana haligi otliq. Ketidan 5 ta kazak soldat bir to'da o'poq-so'poq, yo'qsiz juldir bolalarni oldiga solib haydab o'tdi. Mamad o'zini darrov panaga oldi. Kazaklar hammasi ko'k tasmali shapka kiygan, etiklari chang, belda qayish kamar, zras pajaliska. Yerga chaytgan mastrablar shular, bu aniq. Lekin mana bu sho'rlik juldirvoqlar nima ish qilib qo'ydi ekan? Yo o'g'ri kissavurlarmi? Har holda nariroqdan yurish kerak. Mamad jin ko'chalarda izg'ib yurib, yaydoq maydondan chiqib qoldi. Birdan qulog'iga urilgan qiy-chuv beixtiyor orqaga chekindi. Biroq maydondan ko'zini ola olmasdi. Uning nariga chetdagi baland devor bo'yida haliginday bolalar tirband. Soldatlar yana boshqa ko'chalardan ham to'p-to'p haydab kelib, katta to'daga qo'shardilar. Oldilari esa taxti to'siq bilan aylantirib olingan. Katta-kichik yalang oyoq, kir, qo'tir, juldir bolalar devor bo'ylab g'uj bo'lib g'imirlab yotardi. Butun shahardan, bozordan, vayronalardan, hammom va kulxonalardan, xumdonlardan tutib kelishyapti chog'i bularni. Bari ko'cha-ko'yda yurgan o'g'ri, to'g'ri, qarovsiz bolalar yoki yetimxonaga olishyaptimi? Nima bo'lsa ham bu manzaraning Mamad uchun xosiyati yo'q. Sekin gumdon bo'lish kerak. Mamad oyoq uchida yon ko'chaga o'tib, buyulishga qarilmoqchi edi. Allaqayoqdan eshitilgan otliqlar dupur uni taqataq to'xtatdi. Yonginasida paydo bo'lgan birini sezmay qoldi. Qarasa jezmo'ylovli, chiroyligina ofitser. U egar ustida turib egilgancha Mamadning qulog'idan shunday ushlab tortdiki, oftob birdan o'chib qolganday butun olam qorong'ulashib ketdi. Zimistonda nimadir ching-ching etib uchqunlar sachradi.